Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yevropada maktablardan har qatimliq bayramlarda bolalarga shokolad va pechene degandek sovg'atlarni beradi. U narsalarni bolalar yesi bo'lamdi. Shularning bayram kunlari maktabda bayramlik faoliyatlar bor. Bolalar u kuni maktabga chiqsa bo'lamdi. Bir qancha qatim avatmadik, lekin o'qituvchisi nimishqa chiqmaydi deb kirishib oldi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Yana bir kichik o'tinishim. Sizning vaqtlarning qisliqini va qiladigan ishlarning ko'pligini bilamiz. Alloh ajrlarini bersin. G'arb ellarda yashayotgan qarindoshlarimiz tijorat, turmush, yemak-ichmak, ma'arif, xizmat va boshqa dindagilar bilan bo'lgan munosabat qatorliq ishlarda yo'liqqan masalalarga xos bo'lgan bir fatvolar majmuasi qilish zaruriyati va imkoni bormidi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shokolad va pechene tarkibida harom modda bo'lmasa, yesi bo'ladi. Bayramlik faoliyatlar bor kuni maktabga chiqsa bo'ladi. Chiqish chiqmaslik ixtiyorlik bo'lsa, chiqmasin. Ixtiyorlik bo'lmasa, chiqsa bo'ladi. Hozircha xos fatvo majmuasi qilish zaruriyati va imkoniyati yo'q. Yevropa fatvo majlisining fatvolarini o'qib turish munosib. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.